Bugun demak testli versiyadagi stratosfera zondini uchirib ko'rdik. Muvaffaqiyatli chiqdi. Endi 2 kundan keyin demak katta zondimizni uchirishga tayyorgarlik ko'ryapmiz hozir jamoa bilan. Bu demak zondimiz O'zbekistonda hali chiqmagan balandlik, ya'ni O'zbekiston uchirmagan balandlikka olib chiqish maqsad qilganmiz, ya'ni 40 kilometr. Hali birorta demak O'zbekistondagi zond 40 kilometrgacha chiqmagan. Biz demak 40 kilometrga chiqarib, o'sha yerni demak shaklini, o'sha 40 kilometrdan olmoqchi biz O'zbekistonni ko'rinishini demak olib, sifatli olib, demak o'sha nima deydi, testli versiyada ko'rsatmoqchi biz. Bu demak asosiy maqsadimiz faqatgina 40 kilometrgacha uchirish emas. Keyingi maqsadlarimiz bor. Hozircha bu lochin bir testli versiya. Keyingi maqsadlarimiz demak o'sha sun'iy yo'ldosh demak qurib, sun'iy yo'ldosh uchirish maqsad qilganmiz jamoa bilan. Ayni damda jamoa bilan demak zondimizni payloadini tayyorlashni boshladik. Ya'ni asosiy yuk qismini. Bu qismda bizda demak konteyner va demak ikkita kameramiz, GPS qurilmalarimiz va undan tashqari yana boshqa qurilmalarimiz kerak bo'ladi. Hozirda jamoa bilan demak shu narsani yasashni boshlaymiz. Video davomida demak ko'rib borasizlar qanaqa qilib yasalishini. Bizda keyinchalik demak qo'llanmamiz bor. Demak bu qo'llanma bo'yicha demak qanday yasashni ko'rsatib o'tilgan. Demak bu kitobni ham biz video ostida havolasini qoldiramiz. Demak o'rganib olsanglar bo'ladi. Demak kameramizni zaryadi -60 gradusga demak tashlab yuborish mumkin. Ya'ni tugab qolishi mumkin. Shuning uchun bizda demak alohida power banklar bor. Ya'ni bular sovuqqa chidaydigan litiy-ionlik batareyalik demak batareyalar. Bular sovuqqa demak bardosh beradi. -60 gradusgacha bardosh bera oladi. Shuning uchun demak shuni biz kameraga ulab qo'yamiz. Bizda ikkita GPS bor, aytgandek, birinchisi demak bu GSM GPS, ya'ni ichiga sim karta ketadi. Ikkinchisi demak Trace, sun'iy yo'ldosh bilan ishlaydigan GPS, bunga sim karta ketmaydi, sun'iy yo'ldosh bilan ishlaydi. Demak, nima uchun ikkita qo'yamiz? Agar bittasi ishlamay qolsa, ikkinchisi demak topishga yordam beradi. Bizda asosan demak eng muhim bu, ya'ni sun'iy yo'ldosh bilan ishlaydigan GPS. Chunki bizda o'sha cho'l hududida GSM ishlamay qolishi mumkin, ya'ni antenna chiqmay qolishi mumkin. Shuning uchun sun'iy yo'ldoshlar demak bu GPSimiz olib beradi. Demak bizda tayyor. Ustini germetika qildik, ya'ni sovuq o'tkazmaydigan qildik. Endi demak bizda ikkinchi kameramiz bor, GoPro'ni qo'yishimiz kerak. GoPro'ni demak ikkinchi tomondagi gorizontal qismidan qo'yamiz. Nimaga ikki tomondan qo'yilyapti? Chunki bittasi agar qanaqadir muammo bo'lib ishlamay qolsa, ikkinchisi olishni boshlaydi. Qurilmamiz deyarli tayyor. Ertaga uchirish uchun ertaga demak 40 kilometrlik natijani bu qurilmamiz bilan zabt etamiz degan umiddaman. Ertaga demak natijalarni yana ko'ramiz. Hurmatli jamoa, qadrli talabalar, mana biz bugun Qoraqalpog'istonni Mo'ynoq tumanidamiz, Sheji qishlog'ida. Mana shu yerdan hozir shu sizlarga xabar berganimiz shu sun'iy yo'ldoshimizni 40 kilometrga uchadigan sun'iy yo'ldoshni uchirish uchun keldik. Mana bizning jamoamiz ham bizni talabalarimiz, iqtidorli talabalarimiz, bularning g'oyasi, bularning tashabbusi bilan
tashkil qilingan mana bu proyekt men o'ylayman natijasini ko'ramiz. Shu 40 kilometrga uchib bizni bergan topshiriqlarimizni bajarib tushgan kameralarimizni xudo xolasa natijalarini olib sizlarga e'lon qilamiz. Bizlar bilan birga bo'linglar. Rahmat. Men bunaqa narsalarni faqat televizorlarda, telefonlarda, undan tashqari o'sha videolarda ko'rganman. Men hozir shu jarayonda birgalikda qo'shilyapman va birgalikda mana shu nima deydi, jamoa bilan Buxoro Innovatsiyalar universiteti talabalari bilan birgalikda qilayotganimdan juda ham xursandman. Chunki men hozir hayajonlanaman. Haqiqatan ham bu uchsa уже nima deydi? Hali unga kameralar o'rnatilgan ekan. O'sha tepadan bizni o'zimiz tepadan olsa, menimcha shu zo'r bo'lardi. Xudo xolasa, nima deydi? O'sha o'ylagan natijaga erishsak, bundan kattasini uchirishga niyat qilganmiz. Birgalikda uni ham qilamiz. Buxoro Innovatsiyalar universiteti jamoasi nomer 1. Kelinglar, bizlar qo'shilinglar. O'zbekistonning birinchi sun'iy yo'ldoshini Buxoro Innovatsiyalar universitetining talabalari uchiradi, xudo xolasa. Bu Buxoro Innovatsiyalar universiteti va Uzkosmosning hamkorligining ramzi. Demak, Buxoro Innovatsiyalar universiteti jamoasi talabalari bugundan boshlab shu yo'nalishda mana shu sun'iy yo'ldosh uchirish proyektiga rasman start berdi va shu O'zbekistonda birinchi bo'lib Uzkosmos bilan hamkorlikda xudo xolasa mana shu sun'iy yo'ldoshni uchiramiz. Assalomu alaykum. Buxoro Innovatsiyalar universitetining rektoriman, pedagogika fanlari doktori, professorman. Bugun bu muhim emas. Bugungi mana bu katta loyihaning mualliflari Buxoro Innovatsiyalar universitetining talabalari, yoshlari, iqtidorli yoshlari bugun O'zbekistonda birinchi marta 40 kilometrga ko'tariladigan zond uchirildi. Ya'ni bu testoviy rejimda sun'iy yo'ldosh degani. Men ko'p gapirmasdan ruxsat bersanglar, mana shu demak g'oyani amalga oshirgan O'zbekistonda birinchilardan bo'lib mana shu uni ilmiy asoslarini yaratib shu sun'iy yo'ldosh uchirishga jazm qilgan meni talabalarim, mana Buxoro Innovatsiyalar universitetini rektor maslahatchisi, axborot siyosatini yuritish, raqamlashtirish bo'yicha Umidjon Rustamov bilan gaplashamiz. Umidjon, Xo'p, demak, bu loyihamiz o'zi taxminan 3-4 oy oldin boshlandi. Loyihaga qattiq tayyorgarlik ko'rdik. Chunki bizning maqsadimiz faqatgina bu kichkina loyiha bilan to'xtab qolish emas. Bundan keyingi loyihalarimiz bor. Shuning uchun bu poydevor o'taydi bizga. Bu hozirgi demak uchirgan zondimiz 40 kilometrgacha ko'tarila oladi. Va u yerdagi havo harorati, demak, radiatsiya darajasi, quyosh nuri qanaqa sinishi, o'shalarni demak bizda monitoring qilib beradi. Ya'ni ma'lumotlarni yerga uzatib turadi. Xo'p, demak, bu loyihamiz birinchi testviy loyiha hisoblanadi. Bundan keyingi lochin 2 loyihamiz bor. Bu loyihamizda asosiy fokusni shunga qaratganmiz, maqsadni. Bu loyihamizda O'zbekistondagi demak o'sha internet yetib bormaydigan joylarga internetda tarqatib berish, ya'ni to'g'ridan-to'g'ri haqiqiy sun'iy yo'ldosh uchirmoqchi bizlar. Hozirgi kunda O'zbekistonda demak o'zini maxsus, ya'ni shaxsiy sun'iy yo'ldosh mavjud emas. Bizlar asosan demak boshqa qo'shni davlatlarnikidan foydalanamiz. O'zimizda yo'q. Shuni birinchilardan bo'lib bizlar amalga oshirish maqsad qilganmiz. Buni asosiy demak qiladigan demak funksiyasi bizga demak internet yetib bormaydigan joylarga Starlink loyihasiga o'xshab internet tarqatib berishdan iborat.
Biz umidimiz uzundik, lekin bu nima bo'lgan joyda boyagi yerga tushishda sal nima bo'libdi, lekin qarang. Turibdi joyida mana. Turibdi. Buni qarang. Qaradik.